O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida. Assalomu alaykum. Mudofaa.uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Bugun dasturimizda O'zbekiston harbiylari Pokiston Islom Respublikasida o'tkazilgan Jamoa ruhi xalqaro musobaqasida rekord natijalarni qayd etdi. Jangovar tayyorgarlikka mas'ul ofitserlar va ularning o'rinbosarlari ishtirokida o'quv uslubiy yig'ini o'tkazildi. Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti rahbari Yaponiyaning qator korporatsiyalari rahbarlaridan iborat delegatsiyani qabul qildi. Aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash markazida ofitser va serjantlarning navbatdagi bitiruv marosimi o'tkazildi. O'zbekiston mudofaa vaziri rasmiy tashrif bilan kelgan Vengriya mudofaa vaziri boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Sport markazi o'q otish bazasida yangidan barpo etilgan zamonaviy ko'rinishdagi tir majmualari ish boshladi. Yangi O'zbekiston bog'ida 7-Toshkent xalqaro marafoni hamda inson uchun xayriya yugurish musobaqalari bo'lib o'tdi. Unda mudofaa vazirligi sportchilari ham munosib ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni egalladi. Jumladan Shohrux Davlatov yarim marafon bahslarida 3-o'rinni, 10 kilometr masofaga yugurish bahslarida Hasan Mirsagatov 1-o'rinni, Otabek Toshquvvatov esa faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida xizmat qilib kelayotgan jangovar tayyorgarlikka mas'ul ofitserlar va ularning o'rinbosarlari ishtirokida o'quv uslubiy yig'in o'tkazildi. Bir necha kun davom etgan yig'in nazariy va amaliy tarzda olib borildi. Har bir jarayon ishtirokchilar uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Mintaqa va jahonda yuz berayotgan harbiy siyosiy vaziyatdan kelib chiqib, zamonaviy bilimlar chuqur tahlil etildi. Shuningdek, yig'inda mudofaa vaziri general-mayor Shuhrat Xalmuhammedov ham ishtirok etdi. Markaziy harbiy klinik gospitali hamda Termiz harbiy gospitalining malakali shifokorlari hamkorligida Surxondaryo viloyatining olis hududlarida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Bu galgi tibbiy tadbirlar Sariosiyo, Denov, Jarqo'rg'on va Sherobod tumanlarida joylashgan harbiy qismlar va harbiy muassasalarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari uchun o'tkazildi. Markaziy harbiy okrugda kadr organ ofitserlari va mutaxassislari ishtirokida o'quv uslubiy yig'ini o'tkazildi. Yig'in davomida soha vakillarining professional tayyorgarligi va kadr faoliyatini takomillashtirishga oid kiritilgan taklif va tavsiyalari tahlil etilib, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishlar va asosiy vazifalar belgilandi. Shuningdek, kadr yo'nalishida hujjatlarni ishlab chiqish va rasmiylashtirish, axborot texnologiyalari, jismoniy tayyorgarlik, otish tayyorgarligi kabi nazorat sinovlari ham o'tkazildi. Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti rahbari Yaponiyaning qator korporatsiyalari hamda Yaponiya Osiyo yoshlar almashinuvi assotsiatsiyasi rahbarlaridan iborat delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv davomida kelgusida ikki tomonlama kelishuvga erishilsa, xorijda vaqtincha ishlash istagida bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolar vatanparvar tashkiloti o'quv muassasalarining avtomototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarida o'qitilib, Yapon diyoriga yuborilishi masalalari muhokama qilindi. Harbiy aviatsiya institutining aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash markazida avia yo'naltiruvchilik mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan ofitser va serjantlarning navbatdagi bitiruv marosimi o'tkazildi. Ushbu yo'nalishda nafaqat mudofaa vazirligi tarkibiga kiruvchi bo'linmalar harbiy xizmatchilari, balki qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi boshqa vazirlik va idoraning xodimlari ham o'qitilib, malakasi oshirildi. Marosimda bitiruvchilarga sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. Zakovat Arena binosida muhandislar oyligi doirasida tashkil etilgan Kelajak muhandislari xalqaro festivali bo'lib o'tdi. Muhandislik va texnologiya sohalariga qiziquvchi yosh muhandislarning innovatsion ishlanmalarini keng ommaga taqdim etish va sanoat bilan hamkorlikni rivojlantirish maqsad qilingan mazkur yarmarkada Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari hamda oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlari o'z ishlanma va loyihalari bilan qatnashdi. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Shuhrat Xalmuhammedov rasmiy tashrif bilan kelgan Vengriya mudofaa vaziri Kristof Salay Babrovnitskiy boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda delegatsiya rahbari bilan qardosh xalqlarning birdamligi, O'zbekiston-Vengriya hamkorligining mudofaa sohasidagi bugungi holati va uni rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi kuch tuzilmalari hamda mahalliy davlat boshqaruvi organlari ishtirokida harbiy kengash yig'ilishi o'tkazildi. Unda mintaqa va jahonda ro'y berayotgan harbiy siyosiy vaziyat haqida batafsil ma'lumot berilib, shimoli-g'arbiy operatsion yo'nalishdagi chegara va chegara oldi hududlarida kuch tuzilmalari va mahalliy hokimliklarning hamkorligini kuchaytirish, aholining ijtimoiy himoyasini o'rganish va ularga ko'maklashish bo'yicha taklif va tavsiyalarga e'tibor qaratildi.
Sport markazi o'q otish bazasida yangidan barpo etilgan zamonaviy ko'rinishdagi tir majmualarning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Qayta rekonstruksiya qilingan ushbu baza zamonaviy arxitektura va texnik talablarga javob beradigan holda yangidan jihozlandi. Bir vaqtning o'zida bu yerda 50 nafar sportchi 10, 25 va 50 metrlik o'q otish tirlarida amaliy mashg'ulotlar olib borish bilan birga xalqaro musobaqa va yig'inlar o'tkazish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Hindistonning Puna shahridagi xalqaro mashg'ulotlar bazasida Do'stlik 2025 Hindiston-O'zbekiston qo'shma harbiy mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. O'quvning tantanali ochilish marosimida O'zbekiston va Hindiston harbiy delegatsiyasi vakillari ishtirok etib, hamkorlikdagi mashg'ulotlar ikki davlat o'rtasidagi harbiy aloqalarni mustahkamlashga hamda harbiy xizmatchilarning bilim, ko'nikma va tajribalarini oshirishga xizmat qilayotganini e'tirof etishdi. Mashg'ulotlar 28 aprelga qadar davom etadi. Mudofaa vazirligiga qarashli oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'qishni rejalashtirgan Farg'ona viloyatidagi nomzodlar uchun psixologik o'rganish test sinovlari muvaffaqiyatli tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, joriy yildan e'tiboran test sinovlari to'liq raqamlashtirilgan holda zamonaviy elektron texnologiyalar yordamida o'tkazilmoqda. Endilikda klassik test formatidan to'liq voz kechildi. Qurolli kuchlar kichik mutaxassislar tayyorlash markazida Jasorat maktabi o'quv yig'inining navbatdagi mavsumiga start berildi. 10 kun davom etadigan yig'inda ishtirokchilar harbiy tayyorgarlik, sport o'yinlari, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik hamda turli kasblarni egallashi bo'yicha mashg'ulotlarga jalb qilinadi. Shuningdek, o'tayotgan haftada Nuriston qo'rg'onida joylashgan harbiy qismda tashkil etilgan Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik o'quv yig'ini yakunlandi. Ayni kunlarda respublika bo'ylab vatanparvarlar harbiy sport musobaqasining viloyat bosqichlari yuqori saviyada bo'lib o'tmoqda. Musobaqada 10-11 sinflarda tahsil olayotgan vatan tayanchi otryadlari a'zolari bilim, jismoniy tayyorgarlik, harbiy ko'nikma va jamoaviy muvofiqlikda o'zaro bellashmoqda. Shuningdek, hafta davomida joylarda Mudofaa vazirligi miqyosida o'tkazilib kelinayotgan yangi O'zbekistonning ibratli oilasiman shiori ostidagi ibratli harbiy oila ko'rik tanlovining harbiy okrug va qo'mondonlik bosqichlari o'tkazildi. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari o'rtasida do'stona bo'lib o'tgan tanlovlarda jami 8 ta harbiy oila qator shartlar asosida kuch sinashdi. O'zbekiston harbiylari Pokiston Islom Respublikasida o'tkazilgan jamoa ruhi xalqaro musobaqasida rekord natija bilan ishtirok etib, shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy olishdi. Musobaqa davomida mamlakatimiz harbiy jamoasi o'zining jipsligi va qo'yilgan vazifalarni yuqori saviyada bajarishi bilan ajralib turdi. Ayniqsa yakka tartibdagi mutaxassislik tayyorgarligi bo'yicha o'tkazilgan bellashuvlarda yuqori natijalar ko'rsatib, qator rekordlarni o'rnatdi. Shunday qilib, harbiy xizmatchilarimiz o'zlariga bildirilgan ishonchni to'laqonli oqladilar. G'alaba muborak o'zbek o'g'lonlari. Bugun Mudofaa vazirligi qo'shinlarida mamlakatimiz tinchligi, farovonligini ta'minlashni maqsad qilgan muddatli harbiy xizmatchilar ona yurtga bo'lgan dildagi sadoqatini tillarida izhor etib, vatanga qasamyod qilishdi. Respublikamiz bo'ylab o'zgacha shukuhda bo'lib o'tgan tantanali tadbirlarda harbiy xizmatchilarning qasamyod qilganini oila a'zolari ko'zlarida quvonch va faxr tuyg'usi bilan kuzatib turishdi. Tadbirda so'z olganlar harbiy kasbni mustahkam egallab, amaliy ko'nikmalarni doimo oshirib borishini ta'kidlab, mamlakat mudofaasini himoya qilishdek sharafli va mas'uliyatli vazifaga otlanayotgan o'g'lonlarimizga omadlar tilashdi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchligi, osoyishtalik yo'lida